Xayrli kun hammaga. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qanday? Yana mana shu robotga qaytamiz. Bu robot boshqa robotlarga o'xshamaydi. Oddiy robot emas. Qaranglar, 2005-yildan testga qo'yamiz. Pulli time frame'da daily time frame'ni qo'yamiz. Depozitni necha qo'yaylik? Hammaga to'g'ri keladigan. Necha qo'yaylik? $50 qo'yamizmi? Yoki $100? Bo'pti, mayli. $50 qo'yamiz. $50. 2005-yildan 2026-yilgacha kunlik time frame'da test qilamiz. Boshlandi. Mana shu robot, mana shu testni boshqalardan boshqachaligini isbotlab beradi hozir. O'shaning uchun bu robotni pulli robotlar qatoriga qo'shdim. Tekin robotlarim ham yaxshi, ancha yaxshi ishlaydi. Tekin robotlarim ham foyda qilsa bo'ladigan robot. Mana ko'rdinglarmi? $50 dan ko'taryapti. Mazzami? Bunaqangi aytdim-ku, bu robot boshqa robotlardan boshqacha. $50 dan ko'taryapti mana. Ochilgan zilkalarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. $50 o'zi birinchi orderidan $1 foyda qilibdi. Profit tagini ko'rsanglar bo'ladi. Profit qilib kelgan. Lotni ham oshirishni boshlagan. Profit bo'lgandan keyin. Mana hozir 100 lot ochyapti. 100 lot. Profitlar prosto wow, prosto. Lekin shunga yarasha narxi ham qimmat. Lekin pulga arziydi. Bir oyda pulini chiqaradi, xudo xolasa. Endi necha pul solganinglarga bog'liq. Misol uchun oyiga $1000. Misol uchun qaranglar, boshlang'ich depozit bunga $1000, $2000 solsanglar, oylik profitda mana shu robot o'zini pulini chiqarishi mumkin. Lekin $50, $100 solsanglar, bu o'zini pulini chiqarmaydi. Hozirgi test bu 2005-yildan boshlangan test, kunlik time frame'da. Oradan necha vaqt o'tib ketyapti. Hozir tradingga tushmaydigan odam, o'zing $50 dan $1,000,000 qilding-ku deyishi mumkin, lekin oradan vaqt o'tyapti. Mana qarasanglar, bitta from degan joyda 2005-yildan boshlangan bu test. 2026-yilgacha test qilamiz. 21 yillik test bo'ladi. $50 dan $50 da 21 yil ko'paytirgan bo'ladi. Bir kunda yo 2 kunda siz boy qilib yubormaydi. Bu robot 5 oyda, 6 oyda sezilarli darajaga olib chiqadi depozitni. Bir taniga razvon qilib, raketa qilib osmonga uchirib yubormaydi bu depozitni. Sekin-sekin ko'taradi, foizma-foiz ko'taradi. Misol uchun $1000 dan bir oyda 50% profit qilsa, misol uchun 50% profit qilsa $500 bo'ladi. $500. Keyin $1500 pul bo'ladi. Keyingi oy yana 50% qilsa, unda $500 emas, $1500 da 50% bo'ladi. Uni 50% $750 bo'ladi. $750 profit qiladi. Keyin $750 unga qo'shiladi, $2200 bo'ladi. $2200 atrofi bo'ladi. Undan keyin yana 50% qilsa necha bo'ladi? $1000 bo'ladi. $1100 bo'ladi. Shunaqa qilib sekin-sekin ko'tarib boraveradi.
itarib tepasiga ko'tarib boraveradi, lekin birdaniga shotni balansni osmonga uchirib yuboradigan robot emas bu. Shuning uchun buni sotib olsanglar, sotib olgandan keyin oldin aytib qo'yaman, pulni ko'paytirmayapti-ku, $5, $10 profitga yo'qotyapti, u qilyapti deb tushunmay o'tirishinglar mumkin. Shuning uchun hozir oldin aytyapman. Bitta bitta robotini ko'rib qoldim bugun. Stabil ishlaydigan robot emas, bir 3 oylik test qilyapti. 2 oy, 3 oy test qilyapti-da, ozgina ko'tarilib kelyapti-da, oxiri tushishni boshlagan. O'shanda to'xtatgan. Tushishni boshlagandan keyin robot. Keyin aytayapti, "Men buni falon chistodan falon chistogacha skidka qilyapman, $1,500,000. Belgilangan vaqtda sotib olmasanglar, bu $2,000 ga sotib olasizlar keyin. Hozir skidkada" deb shunaqa reklama qilyapti. Shuning uchun hammaga ham ishonaverish kerak emas. Real bozorda sinab ko'rish kerak, test qilish kerak. $1,500-2,000 ga robot olishi hojati yo'q. Mana shu robot yaxshi robot, zo'r robot, lekin $1,500-2,000 emas. Undan arzon. Kimga qiziq bo'lsa, menga olsa, men narxini aytaman. $2,000 ham emas, $1,500 ham emas. Undan arzon bir robot. Xudoga shukr, normalniy ishlayapti. Normalniy real bozorda ham xudo xolasa zo'r normalniy ishlaydi. Mana $50 dan ko'tarilgan depozit mana. Ko'rsanglar bo'ladi. $13 million hozircha. $50 dan $13 million bo'ldi hozircha. 2026-yilgacha bilmayman, bu $100 million bo'ladi. Mana $16 million ga ko'paydi. Balkim bilmadim. Balkim $300 million bo'ladi. Kuzatamiz. Просто hozir wow deyishdan oldin oradan 21 yil o'tib ketganini esdan chiqarmaslik kerak. Kunlik time frame'da test qilinyapti. 2005-yildan 2026-yilgacha test bo'lyapti. O'sha vaqt ichida ko'taryapti buni. Yo 1 oy ichida, yo 2 oy ichida $1 million ga olib chiqmayapti. O'shani ham inobatga qo'yinglar. Yana robotni olsam boy bo'lib ketaman deb kredit olib, moshinchalarni sotib, robotni sotib olib, keyin 1 oy 2 oydan keyin natija bo'lmadi-ku, natija past-ku, $500 profit qildi yoki $1000 profit qildi deb men bundan $100 million so'm kutganim yoki $30-40 ming kutganimni bunaqa qilib yurish yaxshi emas. Shunaqa odamlar ham boraveramiz. Tushunish kerak. Bu yillar davomida qilyapti bu profitni. Birdaniga emas. Bu trading birdan boyib ketadigan kasb emas. Vaqt kerak, oylar kerak. Mana tugadi 2026-yil. Mana $50 dan qilgan nima? $224 million $50 dan $224 million qildi mana shu 21 yil ichida. O'shani hisobga olishinglar kerak. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol menga yozishinglar mumkin. Robotni oladiganlar bo'lsa, sotuvda olganliklaringdan keyin men buni ustanovkasini ham, boshqasini ham men o'zim yordam berib, o'zim ko'magini qilaman. Agar tushunmaydiganlar bo'lsa. Keyin UPS ham ulab beraman, ulashda yordam beraman. Ulab bermayman, ulashda yordam beraman. UPS bilan ishlaydi bu robot. Bo'lmasa kompyuterda sutkasiga 24 soat yoqib qo'ya olmaysizlar. Barchaga omad, keyingi videoda ko'rishguncha